ustiga tosh yog'dirilib halok bo'lgan qavm Lut alayhissalomning qavmi. Dahshatli qichqiriq tutgan qavm Madiyan va Samud qavmi. Yer yutgan kimsa Qorun. Suvga g'arq bo'lganlar Nuh alayhissalom qavmi. Xoh sharq, xoh g'arb bo'lsin. Xoh dunyodagi eng boy davlat bo'lsin. Xoh yer yuzidagi eng kuchli va qudratli davlat bo'lsin. Agar gunohda bardavom bo'lsa, halokatga yuz tutishi aniq. Bir oilada uning a'zolari, ya'ni eri, xotini gunoh qilishda bardavom bo'lsa, u oila tanazzulga yuz tutadi. Hozirgi kunda Yevropada ma'naviy inqiroz mavjud. Agar ish shu ko'rinishda davom etsa, 2050-yilga borib Yevropadagi ko'plab davlatlarning asl aholisining bor yo'g'i 14% qoladi. Sababi Yevropada sodir etilayotgan odamning xayoliga ham kelmaydigan gunohlar. Gunohda bardavom bo'linganda Allohning azobi kelmayotgan bo'lsa, xotirjam bo'lmang. Ahvolingiz yanada qo'rqinchli. Tez kunda kutilmagan tarzda Allohning zarbasi keladi. Demak, tavba qilinmagan gunohlar insonni shak shubhasiz halokatga olib boradi.